qancha mashaqqatlardan, qiyinchiliklardan o'tganingizdi, azobu uqubatlardan. Biling, bu hech kimga qiziq emas, lekin sizni tinch uxlatmaydigan bugungi orzungiz bir kun kelib amalga oshishiga men ishonaman. Ko'pchiliklar bilasizlar, bu qiyin narsaligini, oson emasligini. Ha, to'g'ri, hayotni o'zgartirish murakkab narsa, og'ir narsa, lekin qachongacha shu yukni ko'tarib yurishga rozisiz? Qachongacha? Orzuni ro'yobga chiqarish jarayonida ko'p qiyinchiliklar, har xil sinovlar, to'siqlar, omadsizliklar, siz kutmagan hodisalar ro'y beradi. O'sha paytda o'zingizdan shubhalanishni boshlaysiz, chorasiz qolasiz, nima qilishni bilmay nolishni boshlaysiz. Yo Xudo, nimaga? Nima gunohim uchun? Nimaga aynan men? Nimaga bunchalar qiynaysan? Men farzandlarim uchun, ota-onam uchun hech kimni aldamasam, o'g'rilik qilmasam, hech kimga ziyonim tegmayotgan bo'lsa, nima uchun bunchalar qiyinchiliklar?